Menga ko'pchilik yozyapti, tog'a qish mavsumi keldi. Endi mana uyimizdagi gaz pechkalarini qanaqa qilib xavfsiz yoqsak bo'ladi. Shunga bitta like o'shanaqa video chaqiling, o'shani biz ko'rib o'rganib olaylik deyishdi. Men o'shanga bitta xavfsiz pechka yoqish usulini sizlarga ko'rsataman. Mana qarab turinglar, video orqali ko'rsatib boraman. O'rtoqlar, mana pechka, mana xavfsiz yoqish uchun birinchi ochilishda qilingan ishimiz. Diqqat bilan ahamiyat qaratamiz. Mana bu yerda gazni ochib yoqilgan quloqchasi bo'ladi. Shuni burab mana oxirigacha ochamiz. Shirillab chiqishini eshityapsizlarmi ovozini? Ana shunday gaz bir 5 daqiqa chiqib turishi kerak. Mana gazimiz ham 5 minutdan buyon shirillab yonib turibdi. Endi buni nimaga yoqib qo'ydik? Sabab gazimiz ichidagi havolari ketishi kerak, keyin har xil kislotalari bo'ladi, ular ketib olish kerak. Endi mana bizga bitta girgitcha bo'lsa bo'ldi. Shu girgitcha bilan hozir yoqamiz. Hamma yoq obodda obod. Mana hozir yoqamiz. Few moments later. Hammamiz yugurib chiqsak, уже tom yonyapti. Tom yonayotgan ekan, hamma uydagilarimiz chiqishdi. Sraz pojarniy keldi, viloyat hokimi keldi.